Jannatda nima bor? Rohat, farog'at bor. Do'zaxda nima bor? Azob va isyon bor. Jannatni ta'rifi kelganda payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan narsadan jannatni ko'rasiz dedilar. Ertagini eshitganingizda, voy, mana shunaqamikin deganingizdan a'loroq ne'matni Alloh jannatda beradi dedilar. Ammo jahannamdagi azobni dedilar, agar jahannamdagi azob siz bilganingizda dedilar, aslo gunoh qilmasdingiz dedilar. Payg'ambar alayhisalomga 5 yil homiylik qilgan amakilar iymonsiz ketdilar. Rasulullohni 5 yil quloqlariga olgan amakilari Abu Talib iymonsiz ketdilar. Hali din, musulmonchilik juda mukammal rivojlanmagandi. Arablarda shunday bir holat bordiki, ularda g'urur degan narsa bor. Abu Talibni atrofidagi dinsizlar kelib turib, "Sen yana ota-bobolarimiz dindan qaytib yurmagin-a? Muhammad iymon keltirgan desa, sen yana o'limdan qo'rqib turib iymon keltirmagin-a?" desa, u kishidagi g'ayrat, shijoat, "Yo'q, men o'zimni gapim ustida turaman" dedilar-da, Rasululloh iymon keltirgan amaki deganlarda to'xtalib qoldilar. Va hokazo iymon keltirmasdan o'tdilar. Rasulullohga 5 yil homiylik qilgan zot edilar. Rasululloh juda qattiq mahzun bo'ldilar. Istig'for so'rab duo qilganlarda Alloh istig'for so'ramaydi. U iymonsiz ketdi, istig'for so'ramaydi. Shunda ham mehribonliklar jo'shurdida, "Ey Alloh" dedilar. "Amakim, men baribir jahannamga tashlaysan iymonsizligi uchun. Eng yengil azobni bergin. Hech kimga bermagan yengil azobni amakimga bergin" dedilar. "Ey do'stim Muhammad, siz mening do'stimsiz. Men sizning uchun mana shu amakingizga men eng yengil azobni beraman" dedi. O yengil azob qaysi edi? Jahannamning qirg'og'ida turishligu o'tdan bo'lgan kavush kiyishlik. Oyoqlarda o'tdan bo'lgan kavush kiyib yurarlar. Bir tafakkur qilib ko'ring. Cho'g'ning ustiga kim chiqa oladi? Cho'g' yalt turib kim ustiga chiqa oladi? Cho'g' mayli tursin, bir dona gugutni yoqib turib kim o'tiga shunday qo'lini qo'yib tura oladi? Bir dona gugutni oloviga kim, ana shu cho'pak yonib bo'lgungacha kim chiday oladi? Hech kim chiday olmaydi. Uni ana shu kichkinagina gugutni alami bizga nechkin azob beradi. Lekin bir tafakkur qilib ko'raylik, jahannam qanaqangi joy? Alloh u yerga isyonkorlarni tashlayman deyapti. Biz alhamdulillah biz masjidda o'tiribmiz. Inshaalloh biz jannatliklarmiz inshaalloh. Mo'min banda Allohning do'sti hisoblanadi.